Bitta qizni bunday qilib beldan pastiga tegini 5 sutkaga qamalib ketdi. Nima kerak mana shunaqa bir tutturuqsiz omi insonlarning harakatlarini qilib, bir jinnimi sizlar? Ha, jigarlar, Toshkentda Paxtakor metrosidan Xalladosiga metrosiga ketayotgan bir paytda vagonga bitta qiz chiqadi va o'sha qamalgan qo'shnilar bratimizni qo'lini beldan pastiga tasodifan tiqilishda tegib ketdi deb o'yladi. Lekin qarasa, ozroq vaqt o'tgandan keyin yana sekin-sekin o'zini tutturuqsiz ishlarni qilib boshlaydi, qiz yozib beradi. Battari bo'lsin, sayoq yurgan tayoq yeydi. Nima kerak birovni qiziga tegindi? Nima kerak bunaqa omilarcha qilqlar qilib. Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksning 41-birinchi moddasining birinchi qismiga asosan 5 sutkaga shahvoniy qilqlar qilgani uchun qamalib ketdi do'stlar. Ha, jonim, qarab otib turishini desangiz ham qamalib ketasiz. Bunaqa tegishli qilsangiz ham qamalib ketasiz. Qaddi qomatini ifodalaydigan desangiz ham qamalib ketasiz. Isboti bo'lsa bo'ldi jigarlar. Yaqinlarga yuborib ogohlantirib qo'yamiz. Foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'linglar. Bunaqa detskiy panetkalar qachon yo'qoladi, onasini emsin. Voy.